Islomda ro'za hayit an'anasi, munosabatlik ahkamlar va qoidalar. Avtori Dr. Abdul Aziz rahmatulloh. Barliq hamd sana Janobi Allohga bo'lsin. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga, oila taobatiga va uningga toki qiyomatgacha ergashganlarga durud salomlar bo'lsin. Hayit degan arabcha so'z bo'lib, qaytalash, takrorliq degan ma'nolarni bildiradi. Har bir millatning ma'lum munosabat bilan tabriklaydigan hayit ayamlari bo'ladi. Bu barliq insonlar jamiyatlarida bor an'ana. Chunki inson tabiati ma'lum kunlarda to'plashib, xushal-xuram o'tkazishni xohlaydi. Musulmonlarning tabriklaydigan bayrami ro'za va Qurbon hayitidan iborat faqat 2 hayitdir. Buningda musulmonlar boshqa millatlardan alohida ayrilib turadi. Musulmonlar bu hayitlarning ma'nosini tushunishi, ruhini his qilishi kerak. Chunki bu islom an'analarining biridir. Katta mukofot kuni. Ro'za hayit kuni ro'za tutgan musulmon ahli imonlarga Janobi Alloh tarafidan ato qilingan katta mukofot kunidir. Ramazonda bir oy Alloh taolaning amri bo'yicha kunduzi ro'za tutib, kechasi namoz o'qib, taqvodorlik qilish, o'z nafsini tizginlash, Allohdan boshqaga qul bo'lib qolmaslik mashqini muvaffaqiyatli tamomlagan mu'minlar Ramazondan ko'zlangan natijaga erishganligi uchun shod-xuramlikqa cho'mish, tantanalik bayram qilish ularning haq-huquqidir. Bütün fazilatlarning xamir turchi bo'lgan taqvodorlikni yetildirib olganligi, nafs va shahvatga qarata qilgan hal qilg'ich jangdagi g'albisi mu'minlarning bir-birini tabriklashiga arziydigan cho'ng g'albidir. Hayit kuni namozga chiqqanda jamoatlar to'p-to'p bo'lib, Allohu akbar, la ilaha illalloh vallohu akbar va lillahil hamd deb takbir aytishi musulmonlar diyoridagi har bir ko'cha rastalarning tantana shodligidan xoli qolmaslik uchun jamoatning namozga borganda bir ko'chadan, qaytganda boshqa bir ko'chadan qaytishi, hayit namozini cho'ng maydonlarda yig'ilib o'qishi, er bo'lsin, ayol bo'lsin, cho'ng bo'lsin, kichik bo'lsin, hatto hayzdor qiz ayollarga qadar hammaylarning hayit namozi so'riniga qatnashib, birlikda tabriklashi mana bu ulug' g'albining shodligini izhor qilishdir. Müminler Ramazanda qalblarini yangilgandan keyin ro'za hayitda yuyunib, eng chiroyli kiyimlarni kiyib, ichki va tashqi jihatdan to'liq yangilanganligini izhor qilishidi. Bu qalbining shod-xuramligi namratlarga yetib, musulmonlar jamiyati umumyuzlik tantaniga cho'mishi uchun hayit namozi o'qilib bo'lguncha sadaqa fitr ado qilinib, bu xushallikdan musulmonlar jamiyatidagi har bir shaxsning bahramand bo'lishiga kafolatlik qilingan. Janobi Allohning hayit kunida ro'za tutishni harom qilganligi musulmonlarga qilgan marhamati va iltifotining jumlasidandir. Bu shuni ko'rsatadiki, Alloh taolo bu hayit kunida ig'iz echish yoki ochmaslikni insonning o'z mayliga qo'yib bermay, balki uningga ig'iz echishni majburiy bekitib etgan. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam buni ta'kidlash uchun ro'za hayit namoziga chiqishdan burun nashta qilib o'tib mangan va bizga buni sunnat qilgan. Islom ummati butun insoniyatga qarata sharafli vazifani o'z ustiga olgan o'ttirhal ummatdir. Shunga yangi chiroyli kiyimlarni kiyish, fazilatni qo'ldan bermagan holda ko'ngil echish, lazzatlik, halol noz-ne'matlardan bahramand bo'lish qatorli xushallikdan, hayot lazzatidan o'zini mahrum qilmaslik kerak. Bu islom dinida shod-xuramlikning ibodat bilan bo'lgan giralashma munosabatini ko'rsatadi. Bu ma'noni aniq izhor qilish uchun bizning ulgimiz payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ayam kunlarida Hazreti Aisha radhiyallohu anha bilan billa habashlarning haram aralashmagan o'yinini ko'rib tomosha qilgan. Pokiz naqsh qo'shoq anglagan. Hayit kunida Yahudiylar bizning dinimizda kengchilik borligini bilib qolsin, men kengchilik dini bo'lgan islom dini bilan avatildim degan. Taqvodorlik xafa chiroy bo'lishda, qo'shmini turib yurishda deb o'ylab qolganlarmi islom dinimizning ko'rsatmasidan yiroqlashganlardir. Aksicha, ko'ngil ochimiz deb haram tomosha, aysh-ishrat va isrofxo'rlik qilganlarmi o'xshashla islom dinimizning ko'rsatmasidan yiroqlashganlardir. Amaliyotda bir oy davomlashgan bu ig'ir mashq yilning qolgan 11 oyida nafsni yengish uchun chiniqish bo'lg'achqa, Ramazon chiqib ketishi bilanla bir oy ichida qilib kelayotgan fazilatlarni tashlab o'tishga bo'lmaydi. Balki bu fazilatlarni yil bo'yi hamroh qilib mengishga to'g'ri keladi. Ramazonda qilingan mashq oshqozon mashqi emas, iroda mashqidir. Ramazonda tavlangan bu iroda boshqa oylarda cho'qim o'zining chiniqqanligini ko'rsatishi, gunoh ma'siyatlarga yaqin kelib qolmay, Ramazondagi fazilatli kayfiyatini saqlab qolishga tirishishi lozim.
Biz Ramazonning kunduzida ro'za tutgan, kechasi namozda turgan barliq mo'min musulmonlarni bu cho'ng utuq uchun qizg'in tabriklaymiz. Alloh taolo hammamizning ro'zalarimizni, namozlarimizni, rukularimizni va sajdalarimizni qabul qilg'ay. Ay oxirida haqiqiy shod-xuramlikqa cho'mishimiz uchun hammamizni jannatiga muyassar qilg'ay. Do'zaxdan ozod qilib etkay. Amin. Aya munosabati bilan millatimizni shundaqla Allohning zaminidagi barliq musulmon qarindoshlarimizni qizg'in tabriklaymiz. Alloh taolo barliq musulmonlarni birlik barobarlikka, haqiqiy shodlikqa erishtirgay. Texmi ko'p solih amallarni qilishga, tirishib qo'ldan ketgan izzatini qaytarib olishga muvaffaq qilg'ay. Bu ulug' ayam islom ummatiga xayrlik bo'lg'ay, barakat elib kelgay. Amin. Ro'za hayitga munosabatlik muhim ahkamlar va qoidalar tuvandikicha. Musulmonlar hayit ayamlarda boshqalardan farqlanib turish kerak. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam: "Ey Abu Bakr, har qanday bir qavmning hayit ayyami bo'ladi. Bu bo'lsa bizning hayitimizdir" degan. Buningga asosan musulmonlar hayit ayamini tabriklash faoliyatlarida boshqa yot millatlardan farqli va alohida bo'lishi, kiyim kiyishda, yasanishda, yemak-ichmakda va xushallik izhor qilish qatorliq barliq jihatlarda yot millatlarning hayit bayramlaridagi ahvollarni do'rimasligi va ularga qatilmasligi kerak. Kichik bolalarni boshqalarning hayitlariga qatnashtirmaslik kerak. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Madinaga borgandan keyin madinaliklarga Alloh taolo sizlarning burunqi ikki hayitinglarning o'rniga uningdanmi yaxshiroq ikki hayitni almashtirib berdi. Ular Qurbonlik kuni va ro'za hayit kunidir degan. Hayit kunlarida ro'za tutish harom. Chunki bu yeb ichish va ko'ngil etish kunlaridir. Abu Ubayda rivoyat qiladi-ki, men hayitni Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu bilan birga o'tkazgan edim. U bu ikki kun Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ro'za tutishdan cheklagan kunlardir. Biri ro'zanglardan ig'iz ochgan ro'za hayit kuni, yana biri qurbonliqlarni yeydigan qurbon hayit kuni dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yana tashriq kunlari qurbon hayitning 2, 3 va 4 kunlari yeb ichish va Allohni zikr qilish kunlaridir degan. Hayit namozi o'qish. Hayit namozi o'qish vojibdir. Alloh taolo Parvardigoring uchun namoz o'qig'in va bo'g'izlag'in deb buyurgan. Shunga har bir musulmon kishi hayit namoziga qatnashishi va uningdagi savob va barakatga noil bo'lishi kerak. Hayit namozini o'qiy olmagan kishi keyin uning qazosini qiladi. Ayollarmi chiqib qatnashsa sunnatga muvofiq bo'ladi. Chunki payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ayollarni elib chiqishga buyurgan. Hatto kiyimi yo'qlarni boshqalardan o'tni elib kiyib chiqishga, hayzdorlarning chiqib yiroqroq turib namozni ko'rishni va xutba anglashini buyurgan. Hafsa binti Serin rivoyat qilib deydi-ki, biz yosh qizlarimizni ikki hayit namoziga chiqishdan to'satdik. Bir ayol kelib, Bani Xalafning qasriga tushgan edi. Men u ayolni yo'qlab bordim. U ayol o'zining yezinasining payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bilan 12 g'azotga qatnashganligini, qiz qarindishining yo'ldoshi bilan 6 g'azotga payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bilan birga jang qilganligini bayon qilib, hamshirasining mundaq deganligini aytib bergan. Biz yordamlarni davolaydik. Men Rasulullohdan: "Ya Rasululloh, birarimizning purkanchisi bo'lmasa, hayit namozlariga chiqmasimi bo'lamdi?" deb so'ragan edim. Rasululloh do'sti uninga purkanchilardan kiydirib qo'ysin. O'mi yaxshi so'rovlarga va musulmonlarning duolariga qatnashsin dedi. Hafsa aytdi: Ummu Atiya radhiyallohu anha kelganda men uningdan: "Siz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan mushundaq hadisni anglaganmi?" deb so'ragan edim. Ummu Atiya: "Ha, atam peda bo'lsin." Ummu Atiya qachonki payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni tilga olsa, atam peda bo'lsin deb qo'yadi. Men o zotning tala tuziga chiqmaydigan bo'yig'i yetgan qizlar yoki bo'yig'i yetgan qizlar va tala tuziga chiqmaydigan qiz jo'kanlar va hayzdorlar chiqib yaxshi so'rlarga, mu'minlarning duolariga qatnashsin. Hayzdorlar namoz o'qiydigan joydan ayrilib tursin deganligini anglagan dedi. Men hayzdorlarmi chiqamdi degan edim. Ummu Atiya radhiyallohu anha: "Hayzdorlar Arafatga mundaq yerlarga chiqadi-ku" dedi. Bu hayit namozining vojibligini bildirdi. Hayit namozini kun nayzi bo'yi ko'tarilganda o'qiydi. Eng kech bo'lganda kun tiklashguncha o'qisi bo'ladi. Hayit namozi 2 rakat bo'ladi. Namozdan keyin xutba o'qiladi. Xutba o'qilayotganda aldirash ishi borlar qaytib kelsa bo'ladi. Hadisda buningga ruxsat qilingan. Yo'yinish. Barliq olimlar hayit namozi uchun yo'yinishni mustahab degan. Ro'za hayitdan nashta qilib o'tib, andin namozga mengish,
Qurban hayitda nashta qilmay turib namoz o'qib, andin qurbonliqning go'shi bilan nashta qilish mustahab. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ro'za hayit kuni nashta qilmay namozga mangmaydi. Qurban hayit kuni namozdan qaytmoqcha nashta qilmaydi. Anas radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, Nabiy sallallohu alayhi va sallam ro'za hayit namoziga bir nechta tal xurmo yemasdan mangmaydi. Xurmolarni taqiyaydi. Bu kunlarda ro'za tutish cheklangan bo'lg'achqa, buni ta'kidlash uchun nashta qilib o'tish kerak. Hayit kunida takbir aytish. Ro'za hayitning arpasi kech, ya'ni Ramazonning oxirgi kuni kun o'ltirgandan tartib toki hayit namozi o'qilib bo'lguncha takbir aytish mustahab bo'ladi. Hayit namozidan keyin takbir aytilmaydi. Bu muhim sunnatlarning biri. Bu takbir ko'cha bozorlardan tartib hamma joylarda unlik aytiladi. Unlik aytishdan maqsad islom faoliyatlarini e'lon qilish va Allohni ulug'lashni izhor qilish, shundaqla g'ofillarni uyg'otishdir. Janobi Allah Ramazon ro'zasining sonini to'ldirishinglarni, sizlarni hidoyat qilganligiga Allohni ulug'lab takbir aytishinglarni, shukr qilishinglarni xohlaydi degan. Imom Zuhriy rivoyat qilganki, kishilar uylaridan chiqib namoz o'qiydigan joyga kelguncha va imom namozga chiqquncha takbir aytishadi. Imom namoz o'qishga chiqsa jim bo'lishadi. Takbirni Allohu akbar, la ilaha illalloh vallohu akbar, Allohu akbar valillahil hamd deb aytadi. Bu Abdullah ibn Mas'ud qatorliq ba'zi sahobalardan rivoyat qilingan. Sahobalardan yana boshqacha takbir aytish usullari kelgan. O'zaro tabriklashish, oyamlarga muborak bo'lsin, Alloh qabul qilsin degandek so'zlar bilan tabriklashish bu hayitda qilinadigan faoliyatlarning muhimlaridan biridir. Buning ijtimoiy roli ko'p. Sahobalarmi bir-birini Alloh bizdanmi, sizlardanmi qabul qilsin deb tabriklashgan. Bu kunlarda yana sil rahim qilinadi. Kishilar o'zaro adovatlarni yo'yib salomlashadi. Hayit kunida chiroyli yasinish va pokizlanish. Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning ikki hayit va juma kunida kiyadigan bir to'ni bor edi. Hazrat Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu hayit kunida eng chiroyli kiyimlarni kiyatdi. Shunga har bir musulmon kishi hayit namoziga chiqishdan burun eng yaxshi kiyimlarni kiyishi kerak. Lekin ayollar zinnatlanib chiqsa bo'lmaydi. Atir chechib chiqsa bo'lmaydi. Balki to'liq yo'ginib, girim qilmay chiqishi, tar va yarim yalang'och kiyim kiymasligi, erlardan yiroq turish kerak. Hayit namoziga berishda bir yo'ldan berib, boshqa bir yo'ldan qaytish sunnatdir. Said ibn Haris rivoyat qiladi-ki, Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhu mundaq degan. Nabiy sallallohu alayhi va sallam hayit namozidan qaytganda yo'lini o'zgartirdi. Olimlar nima uchun bunday qiladiganligi haqida nurg'un yakunlarni chiqarib baqqan. Masalan, yo'l bilan farishtalar, jinlar bularga guvohlik beradi. Farishtalar uchrab duo qilishadi degandek. Qandaqla bo'lmasin, boshqa yo'ldan qaytish mustahab ishdir. Kishilarni sadaqa berishga buyurish sunnatdir. Hasan ibn Muslim Tavusdan rivoyat qiladi-ki, Ibn Abbas radhiyallohu anhu mundaq degan. Men ro'za hayit namozini Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, Abu Bakr, Umar va Osmonlar bilan birga o'qigan. Ularning hammasi namozni o'qib, andan keyin xutba so'zlaydi. Men qarab tursam, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam munbardan tushib, jamoatga qo'li bilan qo'zg'almaslikka ishorat qilib, Bilal bilan saflarni yerib o'tib, ayollar tarafga kelib, "Ey payg'ambar, mu'min ayollar sana kelib, Allohga hech narsani sherik keltirmaslikka, o'g'irlik qilmaslikka, zina qilmaslikka, bolalarni o'ldirmaslikka, boshqalarning bolasini yolg'ondan erlarning bolasi qilib olmaslikka, sen buyurgan yaxshi ishlardan bosh tortmaslikka sana bay'at qilsa, ularning bay'atini qabul qilgan. Ular uchun Allohdan mag'firat tilagan. Allah haqiqatan nihoyat mag'firat qilg'uchidir, nihoyat mehribondir" degan oyatni oxirigacha o'qib, andin ularga "Sizlar ashularga bay'at qildinglarmi?" dedi. Ularning ishidan boshqa hech kim javob bermay, bir ayol "Ha, ey Rasululloh" dedi. Hasan u ayolning kimligini bilmaydi. Andin Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ayollarga "Undaq bo'lsa sadaqa qilinglar" dedi. Bilal kiyimini yaydi. Ayollar ko'zsiz va ko'zlik o'zuklarni Bilalning kiyimiga tashlab turdi. Hayit namozidan ilgari yoki keyin nafl namoz o'qilmaydi. Ibn Abbas radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, Nabiy sallallohu alayhi va sallam Bilal bilan ro'za hayit namoziga chiqib, 2 rakat hayit namozi o'qidi. Hayit namozining oldi keynida namoz o'qimadi. Abul Mualla
man Saiddan ibn Abbos roziyallohu anhumaning hayit namozidan ilgari nafl namoz o'qishni yomon ko'rganligini anglaganman degan. Hayit namozi ochiq maydonda o'qilsa yo'g'irqidek bo'ladi. Ammo masjidda o'qilsa oldida 2 rakat tahayyatul masjid namozini o'qiydi. Allah eng to'g'risini bilguchidir. Sajiya Islom tadqiqot markazi